Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo uchun nihoyatda dolzarb va hayotiy mavzu pensiya tizimidagi yangiliklar haqida gaplashamiz. Ayniqsa, videomizning sarlavhasi sizni hayajonga solgan bo'lsa ajab emas. Irmaydan hammasi o'zgaradi. Pensionerlar tayyorlaning. Yangi go'ydar va o'zgarishlar. Bu shunchaki balandparvoz gaplar emas, azizlarim. Bu sizning, ota-onangizning, bobo-buvlaringizning umuman olganda har birimizning kelajakdagi farovonligimizga bevosita ta'sir qiladigan o'zgarishlar haqida. Shuning uchun hoziroq diqqatingizni jamlab, ushbu videoni oxirigacha ko'rishingizni, hech bir tafsilotni o'tkazib yubormasligingizni qat'iy tavsiya qilaman. Chunki bu ma'lumotlar shunchaki qiziqarli emas, balki kritik darajada muhim. Videoni boshlashdan avval esa kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu biz uchun katta motivatsiya va siz uchun yangi muhim ma'lumotlarga bo'lgan yo'l. Xo'sh, muammoning mohiyati nimada? Nima uchun aynan Irmaydan boshlab hammasi o'zgaradi? Avval qanday edi va endi nimalar kutilyapti? Oldin pensiya tizimi nisbatan oddiyroq va ko'proq mehnat stajiga asoslangan edi. Siz ma'lum bir yoshga yetganingizda va belgilangan mehnat stajiga ega bo'lganingizda avvalgi ish haqqingizning o'rtacha miqdoridan kelib chiqib pensiya tayinlangan. Bu tizim o'zining afzalliklariga ega bo'lsa-da, ba'zi bir adolatsiz holatlarga va tizimning barqarorligini ta'minlashda qiyinchiliklarga olib kelardi. Masalan, ba'zilarining ish haqqi nisbatan past bo'lgan, ammo staji uzun bo'lgan bo'lsa, ularning pensiyasi o'rtacha hisoblangandan pastroq chiqardi. Yoki aksincha, qisqa muddat yuqori ish haqida ishlaganlar ko'proq pensiya olishlari mumkin edi. Eng asosiysi tizim demografik o'zgarishlarga, ya'ni aholining qarishi va tug'ilish ko'rsatkichlarining o'zgarishiga kam moslashgan edi. Bu esa pensiya fondining kelajakdagi barqarorligi borasida savollar tug'dirardi. Endi esa Irmaydan boshlab pensiya ta'minoti tizimiga bir qator fundamental o'zgarishlar kiritilmoqda. Hukumat bu yangiliklarni pensiya tizimini yanada adolatli qilish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va kelajak avlodlar uchun ham kafolatli pensiya tizimini yaratish maqsadida joriy etmoqda. Asosiy o'zgarishlar orasida pensiya hisoblash metodikasining yangilanishi, pensiya miqdoriga ta'sir qiluvchi yangi omillarning kiritilishi, shuningdek pensiya ta'minotiga oid xizmatlarni raqamlashtirishni jadallashtirish masalasi turibdi. Bu o'zgarish nafaqat sizning bugungi daromadingizga ta'sir qiladi, balki kelajakda sizning farovonligingizga ham sezilarli darajada ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun keling, har bir jihatni alohida juda batafsil ko'rib chiqamiz. Asosiy qism 1. Nimalarni bilishingiz kerak? Kim xavotirlanishi kerak va kimga bu o'zgarishlar unchalik ta'sir qilmaydi? Eng katta o'zgarishlardan biri bu pensiya hisoblashning yangi mexanizmi. Avvalgi tizimda asosan faqat ish haqi va staj hisobga olingan bo'lsa, endi yangi pensiya ballari tizimi joriy etilmoqda. Bu tizimga ko'ra sizning har bir yillik ish stajingiz va o'sha yildagi ijtimoiy ajratmalaringiz miqdori maxsus ballarga aylantiriladi. Bu ballar sizning butun mehnat faoliyatingiz davomida yig'ilib boradi va pensiyaga chiqqaningizda ushbu ballar umumiy koeffitsiyentga ko'paytirilib, sizning bazaviy pensiyangizni tashkil etadi. Bu degani, sizning nafaqat umumiy stajingiz, balki aynan qancha ajratma to'laganingiz, ya'ni o'q maoshda qancha ishlaganingiz va qanchalik yuqori maosh olganingiz pensiya miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri va kuchli ta'sir ko'rsatadi. Keling, bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Bir misol: to'liq stajga ega va yuqori maosh olgan pensioner. Faraz qilaylik, fuqaro Anvar aka 6 yoshda 35 yil to'liq mehnat stajiga ega va doimiy ravishda yuqori o'q maoshda ishlagan. Oldingi tizimda uning pensiyasi o'rtacha ish haqining ma'lum bir foizi sifatida hisoblangan. Endi esa Anvar akaning har yili to'lagan ijtimoiy ajratmalari yuqori bo'lganligi sababli ko'proq pensiya ballari yegan bo'ladi. Bu yangi tizimda uning pensiya miqdori avvalgiga nisbatan sezilarli darajada oshishi mumkin. Chunki uning tizimga kiritgan hissasi, ya'ni to'lagan ajratmalari miqdori yanada aniqroq aks etadi. Masalan, agar u avval 2-5 ming so'm pensiya olgan bo'lsa, endi yangi ballar tizimi bo'yicha hisoblanganda bu summa 2-8 ming so'mga yoki undan ham ko'proqqa yetishi mumkin. Bu degani, Anvar aka kabi fuqarolar, ya'ni mehnati va ajratmalari baland bo'lganlar bu o'zgarishlardan foyda ko'radilar. Ikki misol: qisman stajga ega bo'lgan yoki maoshi doimiy bo'lmagan pensioner. Aytaylik, fuqaro Dilorom opa 28 yoshda. U jami 20 yil mehnat stajiga ega.
Ammo bu staj davrida uning ish haqi doimiy bo'lmagan. Ba'zi yillarda esa rasman past maoshda ishlagan. Oldingi tizimda uning pensiyasi o'rtacha staj va o'rtacha ish haqi asosida hisoblangan. Yangi ballar tizimida Dilorom opaning har bir yildagi ajratmalari alohida hisobga olinadi. Agar u ba'zi yillarda o'z ajratma to'lagan bo'lsa, u yillarda kamroq ball yig'gan bo'ladi. Natijada uning umumiy pensiya ballari Anvar akanikiga nisbatan kamroq chiqadi va bu uning pensiya miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Misol uchun, agar u avval 1 million taqshirdan so'ng pensiya olishi kutilgan bo'lsa, yangi tizimda bu 1 million 6 ming so'mga tushishi mumkin. Dilorom opa kabi fuqarolar, ya'ni staji uzuq bo'lganlar yoki doimiy ravishda yuqori ijtimoiy ajratmalar to'lamaganlar bu o'zgarishlarga ko'proq e'tibor berishlari kerak. Ularga qo'shimcha staj yig'ish yoki ajratmalarni oshirish imkoniyatlari haqida o'ylashlari lozim. 3 misol: hozirda ishlayotgan va kelajakda pensioner bo'ladigan yoshlar. Keling, yosh mutaxassis 30 yoshli Sardorning misolida ko'rib chiqaylik. U hozirda yuqori maoshli ishda ishlayapti va kelajakda pensiyaga chiqishni rejalashtirmoqda. Yangi tizim uning uchun juda muhim, chunki u nafaqat staj to'plashga, balki har oy to'lanadigan ijtimoiy ajratmalarning miqdoriga ham jiddiy e'tibor berishi kerak. Agar Sardor rasman yuqori maosh olib, shunga mos ravishda yuqori ijtimoiy ajratmalar to'lasa, uning kelajakdagi pensiya ballari yuqori bo'ladi va natijada pensiyasi ham yuqori bo'ladi. Agar u konvertda maosh oladigan ishda ishlasa yoki rasman minimal ish haqi ko'rsatilsa, uning hozirgi maosh qanchalik yuqori bo'lishidan qat'iy nazar kelajakdagi pensiya ballari kam bo'ladi va bu uning pensiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa yoshlarni rasmiy bandlik va yuqori ijtimoiy ajratmalar to'lashga undaydi. Bu o'zgarishlardan kimlar xavotirlanishi kerak? Avvalo, stajda uzilishlar bo'lgan, rasmiy maoshi past ko'rsatilgan yoki umuman norasmiy ravishda ishlagan fuqarolar. Shuningdek, pensiyaga chiqish yoshiga yaqinlashayotganlar ham o'z vaziyatlarini qayta ko'rib chiqishlari lozim. Aksincha, kimlar xavotirlanishi shart emas. Doimiy ravishda rasmiy yuqori ish haqida ishlaganlar, ijtimoiy ajratmalarni to'liq to'lab kelganlar uchun bu o'zgarishlar ko'pincha ijobiy ta'sir ko'rsatadi yoki pensiya miqdorida sezilarli kamayishga olib kelmaydi. Ikkinchi muhim o'zgarish bu pensiya yoshiga yetgan fuqarolar uchun minimal mehnat stajining o'zgarishi. Hukumat ijtimoiy himoyani kuchaytirish maqsadida minimal pensiya miqdorlarini oshirish bilan birga unga erishish uchun talab etiladigan ba'zi shartlarni ham qayta ko'rib chiqmoqda. Masalan, ba'zi hududlarda yoki ma'lum bir kasb egalari uchun belgilangan imtiyozli staj muddati qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu degani, agar siz imtiyozli pensiya olishga umid qilayotgan bo'lsangiz, endi yangi shartlarga diqqat qilishingiz kerak bo'ladi. Shuningdek, staj yetishmovchiligi bo'lgan shaxslar uchun staj sotib olish mexanizmi ham yangi qoidalar asosida takomillashtirilmoqda. Bu imkoniyatdan foydalanmoqchi bo'lganlar uchun narxlar va shartlar o'zgarishi mumkin. Shuning uchun bu masala bo'yicha pensiya jamg'armasiga murojaat qilish zarur. Uchinchi o'zgarish bu pensiya xizmatlarining raqamlashtirilishi. 20 oydan boshlab ko'pgina pensiya bilan bog'liq jarayonlarni onlayn amalga oshirish imkoniyatlari kengaytiriladi. Bu nafaqat hujjatbozlikni kamaytiradi, balki fuqarolarning vaqtini tejab, pensiya jamg'armasi idoralariga borish zaruratini minimallashtiradi. Masalan, pensiya tayinlash uchun ariza berish, pensiya hisobini tekshirish, staj ma'lumotlarini olish kabi xizmatlarni yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali amalga oshirish mumkin bo'ladi. Bu ayniqsa viloyatlarda yashovchi yoki jismoniy imkoniyati cheklangan fuqarolar uchun katta qulaylik yaratadi. Biroq bu o'zgarish texnologiyalardan unchalik foydalanmaydigan yoshi katta fuqarolar uchun dastlab biroz qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun yaqinlaringizga yordam berishga tayyor bo'ling. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, qaltis jihatlar va ko'zdan panada qolishi mumkin bo'lgan nozik nuqtalar. Har qanday yirik islohotda bo'lgani kabi, bu yangiliklarning ham o'ziga xos istisnolari, qaltis jihatlari va dastlab ko'zga tashlanmaydigan nozik nuqtalari mavjud. Ularni bilish sizni kutilmagan holatlardan himoya qilishi mumkin. 1. Mavjud pensionerlarga ta'siri. Yangi pensiya ballari tizimi asosan kelajakda pensiyaga chiqadigan fuqarolar uchun mo'ljallangan. Hozirda pensiya olib turgan shaxslarning pensiya miqdori avtomatik ravishda yangi qoidalar bo'yicha qayta hisoblanishi ehtimoli kam. Biroq har yili amalga oshiriladigan indeksatsiya va pensiya miqdorlarini oshirish jarayonlari
yangi tizim shartlari bilan moslashtirilishi mumkin. Ya'ni sizning pensiyangiz yangi hisoblash metodikasidan bevosita o'zgarmasa-da, umumiy pensiya siyosatidagi o'zgarishlar natijasida sizning pensiyangiz miqdori indeksatsiya yoki qayta baholash jarayonlari orqali bevosita o'zgarishi mumkin. Shuning uchun amaldagi pensionerlar ham bu yangiliklarni kuzatib borishlari muhim. 2. Imtiyozli pensiya turlari. Ba'zi kasb egalari uchun belgilangan imtiyozli pensiyalar. Masalan, yer osti ishlarida, og'ir va zararli mehnat sharoitlarida ishlaganlar, nogironligi bor shaxslar bo'yicha qoidalar ham qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu turdagi pensiyalarning tayinlash shartlari qattiqlashtirilishi yoki aksincha ijtimoiy himoya maqsadida yanada kengaytirilishi mumkin. Masalan, biron bir zararli ishda 20 yil ishlagan shaxs avval imtiyozli pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'lgan bo'lsa, endi bu muddat 25 yilgacha uzaytirilishi yoki belgilangan ballar miqdori oshirilishi mumkin. Shuning uchun imtiyozli pensiya olishga umid qilayotgan fuqarolar o'z kasbiy faoliyatlariga oid so'nggi normativ huquqiy hujjatlarni diqqat bilan o'rganishlari shart. Ishlayotgan pensionerlarga ta'siri. Yangi qoidalar ishlayotgan pensionerlarning pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zi mamlakatlarda ishlayotgan pensionerlarning maoshi ma'lum bir chegaradan oshganda ularning pensiyasi kamaytiriladi yoki umuman to'xtatiladi. Hozircha O'zbekistonda bu borada keskin o'zgarishlar kutilmayotgan bo'lsa-da, yangi tizim bu masalaga ham e'tibor qaratishi mumkin. Kelajakda ishlayotgan pensionerlarning har oy to'laydigan ijtimoiy ajratmalar ularning pensiya ballariga qo'shib hisoblanishi va bu ularning umumiy pensiyasini oshirishga xizmat qilishi mumkin. Bu albatta ijobiy o'zgarish bo'ladi. Ammo qaltis shart shundaki, agar ishlayotgan pensionerlar konvertda maosh olishda davom etsalar, ular bu imkoniyatdan to'liq foydalana olmaydilar. 4. Onlayn tizimning nozik tomonlari. Raqamlashtirish qulaylik bo'lishi bilan birga, uning o'ziga xos qaltisliklari ham bor. Ma'lumotlar xavfsizligi, tizimning uzluksiz ishlashi, texnik nosozliklar va fuqarolarning raqamli savodxonligi kabi masalalar muhim ahamiyat kasb etadi. Elektron imzoning mavjudligi, internetga kirish imkoniyati va kompyuter savodxonligi ayniqsa yoshi katta avlod uchun to'siq bo'lishi mumkin. Hukumat bu muammolarni bartaraf etish uchun qanday choralar ko'rishini kuzatishimiz lozim. Masalan, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlarida elektron burchaklar tashkil etilishi, maslahatchilar yordami ko'rsatilishi mumkin. 5. Qo'shimcha staj sotib olish mexanizmi. Staji yetarli bo'lmagan fuqarolar uchun ma'lum miqdorda mablag' to'lab staj sotib olish imkoniyati mavjud edi. Endi bu mexanizmning narxi, to'lov shartlari va sotib olinadigan stajning pensiya ballariga qanday aylantirilishi borasida yangi qoidalar joriy etilishi mumkin. Agar sizda staj yetishmovchiligi bo'lsa va bu imkoniyatdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, albatta pensiya jamg'armasidan to'liq ma'lumot olishingiz va yangi narx-navo hamda shartlarni o'rganishingiz kerak. Misol uchun, oldin 1 yil staj sotib olish uchun minimal ish haqining kod 5 baravari miqdorida to'lov qilingan bo'lsa, yangi qoidalar bo'yicha bu koeffitsient o'zgarishi mumkin. Bu sizning byudjetingizga sezilarli ta'sir qilishi mumkin bo'lgan jiddiy masala. 6. Ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar. Ba'zi fuqarolarning mehnat daftarchalarida xatoliklar, yozuvlardagi chalkashliklar yoki hujjatlarning yo'qolishi kabi muammolar mavjud. Yangi tizimda har bir yil uchun to'langan ajratmalar va staj aniq ballarga aylantirilgani sababli bu kabi kamchiliklar kelajakdagi pensiya miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun hozirdanoq o'z mehnat daftarchalaringizni ko'rib chiqish, mavjud xatoliklarni tuzatish yoki yo'qolgan hujjatlarni tiklash bo'yicha choralar ko'rish juda muhim. Bu masalada sizga davlat arxivlari, sobiq ish joylaringiz yoki sud organlari yordam berishi mumkin. Amaliy maslahatlar. Tomoshabinlar nima qilishlari kerak? Aniq ko'rsatmalar. Aziz tomoshabinlar, bu yangiliklar oldida xavotirlanish o'rniga vaziyatni o'rganib, to'g'ri qadamlar tashlashingiz lozim. Mana siz uchun aniq va batafsil ko'rsatmalar iring. Birinchi qadam, o'z shaxsiy pensiya hisobingiz holatini aniqlang. Qayerga murojaat qilish kerak? Siz eng avvalo yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyBankov.uz orqali o'z shaxsiy hisobingizdagi ma'lumotlarni tekshirishingiz mumkin. Bu juda qulay va tezkor yo'l. Agarda sizda MyBankov.uzdan foydalanish imkoniyati bo'lmasa yoki tushunmovchiliklar yuzaga kelsa, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan murojaat qiling. Nimani bilish kerak? Sizning mehnat stajingiz to'liq qayd etilganmi?
har bir yildagi ish haqingiz va undan to'langan ijtimoiy ajratmalar to'g'ri aks etganmi? Ayniqsa, oxirgi 10-15 yildagi ma'lumotlarga diqqat qiling. Chunki ular yangi bolalar tizimida katta rol o'ynaydi. Nimalar kerak bo'ladi? Shaxsiy pasportingiz va agar mavjud bo'lsa, mehnat daftarchangizning asli. Ikkinchi qadam. Pensiya jamg'armasi xodimlari bilan bevosita maslahatlashuv o'tkazing. Qayerga borish kerak? Yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi. Nima uchun? Chunki har bir fuqaroning vaziyati individualdir. Umumiy qoidalar bilan tanishganingizdan so'ng, sizning aynan o'zingizning holatingizda qanday o'zgarishlar kutilayotganini va bu o'zgarishlar sizga qanday ta'sir qilishini aniq tushuntirishlarini so'rang. Yangi pensiya ballari tizimi sizning stajingiz va ajratmalaringizga qarab qanday hisoblanishini so'rang. Nimalarni so'rash kerak? Mening stajim va ajratmalarim bo'yicha taxminiy pensiya ballarim qancha bo'ladi? Agar stajimda kamchiliklar bo'lsa, ularni qanday to'ldirishim mumkin? Sotib olinadigan stajning narxi qancha va u mening ballarimga qanday ta'sir qiladi? Agar men pensiya yoshiga yetgan bo'lsam, lekin ishlashda davom etsam, mening pensiyamga qanday o'zgarishlar kiritiladi? Uchinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga soling. Mehnat daftarchasi. Agar mehnat daftarchangizda biron bir yozuv noto'g'ri bo'lsa, o'zgartirishlar mavjud bo'lmasa yoki qandaydir chalkashliklar bo'lsa, darhol uni tartibga solish choralarini ko'ring. Buning uchun sobiq ish joyingizga agar tashkilot saqlanib qolgan bo'lsa yoki davlat arxiviga murojaat qiling. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Agar sizda rasmiy ish haqingizni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar yoki bank ko'chirmalari bo'lsa, ularni yig'ib qo'ying. Garchi yangi tizimda raqamli ma'lumotlar asosiy bo'lsa-da, ba'zi tushunmovchiliklar yuzaga kelganda ular juda qo'l kelishi mumkin. Boshqa tegishli hujjatlar, harbiy xizmat, oliy o'quv yurtlarida o'qish, farzand parvarishi bo'yicha ta'tillar kabi stajga qo'shiladigan davrlarni tasdiqlovchi hujjatlaringizni ham tekshirib chiqing va ularning tartibda ekanligiga ishonch hosil qiling. 4. qadam. Raqamli xizmatlardan foydalanishni o'rganing. MyBogga.uz portalida ro'yxatdan o'ting. Agar hali ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, elektron raqamli imzoning mavjudligiga ishonch hosil qiling. Chunki ko'plab onlayn xizmatlar uchun u zarur. Agarda siz uchun internet yoki kompyuter texnologiyalari biroz murakkablik tug'dirsa, farzandlaringizdan, nabiralaringizdan yoki yoshroq qarindoshlaringizdan yordam so'rashdan tortinmang. Ularga tushuntiring. Bu sizning kelajagingiz uchun muhim. 5. qadam, pensiya jamg'armasining rasmiy e'lonlarini muntazam kuzatib boring. Bu kabi yirik islohotlar doimo rivojlanib boradi. Ba'zi qoidalarga aniqlik kiritilishi yoki qo'shimchalar kiritilishi mumkin. Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti, ijtimoiy tarmoqlardagi sayfalar va ishonch telefonlari orqali yangiliklarni kuzatib boring. Aziz do'stlar, 20 oydan boshlab pensiya tizimida jiddiy o'zgarishlar kutilmoqda. Bu o'zgarishlar har birimizga, ayniqsa pensionerlarga va pensiya yoshiga yaqinlashib kelayotganlarga bevosita ta'sir qiladi. Biz bu videoda eng muhim jihatlarni, ya'ni yangi pensiya hisoblash tizimini, kimlar e'tibor berishi kerakligini, istisnolar va amaliy qadamlarni batafsil tushuntirishga harakat qildik. Unutmang, eng yaxshi himoya bu xabardorlik. Sizning kelajakdagi farovonligingizga faqatgina o'zingiz mas'ul. Shuning uchun bugundan boshlab o'z pensiya masalalaringizni o'rganishga kirishing. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Savollaringizga javob oling va zarur hujjatlarni tartibga keltiring. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun foydali va tushunarli bo'ldi. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun iltimos, ushbu o'zgarishlar haqida nima deb o'ylaysiz? Sizga qanday ta'sir qiladi? Izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.